Hammaga assalomu alaykum akalar. Bugungi videomiz eng oson strategiya haqida bo'ladi, lekin 90% 100% da ishlab beradi. Buni ko'p joyda ko'rgan bo'lishlaringiz mumkin, lekin to'g'ri tushuntirib bermagan ko'p kishi. Ishlaydigan narsani hech kim tushuntirib bermaydi, o'zi faqat o'zi ishlaydi. Shuning uchun eng yaxshisi bilan bo'lishga harakat qilyapman sizlar bilan. Bugun yakshanba bo'lgani uchun tilla yurmaydi, faqat kriptoda ham ishlab berishi mumkin. Bu narsa kriptoda ham ishlaydi, lekin tillada ko'rsatib beraman. Bu yerda eng tepasi kerak bizga, hozir trendimiz. Buni ko'rsak, kesib bilan chizib olamiz. O'ynayapti, tepaga ketyapti. Bu yerda up trend bo'ladi, tepaga ketadigan trendimiz tepaga. Bizga eng pasti kerak va eng tepasi kerak. Strategiyamizni ishlashi uchun. Bu yerdagi eng tepasini tushuntirib o'taman nima? High deydi, high low degan joy bor. Bu masalan tepaga ketyapti. Bu eng tepasi deb hisoblanmaydi, chunki bundan ham tepa joy qayer? To'g'ri. Mana bu yer. Bu yerni belgilab olamiz. Hozir live trade qilyapmiz deb o'ylaylik. Bu yerdagi keyingi tomon yo'q deb hisoblasak ham bo'ladi. Umuman e'tibor bermaymiz bu yerga. Eng pasti siz bu yer deb o'ylashingiz mumkin, lekin eng pasti bu bundan pastroqda joylashgan. Endi o'zi trendni chizib bo'ldik. Biz tushundik, shu trend tepaga ketyapti. Shuning uchun eng pastidan mana bu yerda liniya trendi degan joydan chizib olamiz, uchburchak chizib olishimiz kerak. Bir-biriga tegib ketishi kerak bu narsalar. Saprikatsiya qilishi kerak. Eng pastidan tortamiz va eng tepasidan tortamiz. Bir-biriga bu narsa tegib o'tishi kerak mana. Uchburchak hosil bo'ldi. Bu yerda liniyamizdan fake bo'lishi mumkin. Hamma qoidasini o'rganib o'tamiz. Kista chizib olamiz. Qachon biz entry qilishimiz kerak? Biz qayerdan bilamiz buyga ketyapti yoki sellga ketyapti? Mana bu yerda obmanka ham bo'lgan. Buni chizib oldik. Bu tepani buzib o'tmagan, buyga ketadigan tasdiq yo'q holi. Sellni ko'rib o'tsak, bu yerga bir oqayapti-yu, aldab ham yana tepaga chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun chalg'imaymiz, chunki ikkalasining ham svechasi, soyasi pastda turibdi. Bu o'zi sellga ochsak bo'lishi mumkin degan. Lekin strategiyamiz 100% ishlab berishi uchun oltin qoidani ko'rib chiqamiz. Bu yerda masalan chizib ko'rsataman. Qizil svechamiz bor. Bu pastga ketyapti. Pastga ketyapti va uchburchakimizni mana sindirib o'tdi-yu, lekin tepaga ketib qolishi mumkin. Ehtimoli bor. Bir 5-10% ehtimoli bor. Agar bu strategiyamiz 100% ishlashi uchun bu yashilni, mana yashil tepaga ketyapti. Qizil tanasi bilan soyasi bilan yeb o'tishi kerak. Imенно strategiya shunga asoslangan. Bu yerda mana yashil bor. Ketyapti tepaga. Tepaga ketyapti. Bu qizil tanasi bilan yorib o'tdi mana. Bu undan pastroqda ochildi. Agar ozgina teparoqqa ochib yopilib qolsa ham tepaga ketib qolishi mumkin. Agar ozgina bir xil bo'lib qolsa pastga ketib qolishi 100% bilishimiz uchun tanasi bilan yeb o'tgan bo'lishi kerak mana. Yashilni yeb o'tdi. Shuncha pips pastga tushib bergan. Bu yerda 1200 pips pastga urib bergan. 001 bilan ochsalardan $1200 foyda qiladigan narsa bo'lgan bu yerda. Har xil time frame da ham ishlab beradi bu narsa. Shu narsani to'g'ri chizishni o'rgansalaringiz bo'ldi.